Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alloh taoloning yordami bilan Fotiha surasini tafsir qilib tugatdik. Inshaalloh bugundan Baqara surasini tafsir qilib boshlaymiz. Baqara surasi Qur'oni Karimdagi eng katta sura. Baqara surasini tafsir qilishdan oldin Baqara surasini fazilatlarini biz zikr qilib o'tamiz. Fadailu suratul Baqarati 6. Baqara surasining fazilatlari 6 ta. Birinchisi al-barakatu fil bayt. Baqara surasining birinchi fazilati qaysi bir uyda Baqara surasi o'qilsa va unga amal qilinsa, ana shu uyda Alloh taolaning barakasi bo'ladi. Baraka bu yerda umumiy. Alloh taolo hamma narsaga Alloh taolo baraka beradi. Alloh taolo rizqingizga baraka beradi. Alloh taolo qilayotgan ishlaringizga baraka beradi. Alloh taolo umringizga baraka beradi. Alloh taolo qilayotgan hamma ishlaringizga Alloh taolo baraka beradi. Bu baraka mana shu Baqara surasi o'qilganligidan, mana shu Baqara surasiga amal qilinganligidan Alloh taolo baraka beryapti. Ikkinchisi taridatush shayatin. Qaysi bir uyda Baqara surasi o'qilsa, unga amal qilinsa, ana shu uydan shaytonlar qochadi. Ana shu uyga shaytonlar kira olmaydi. Baqara surasi o'qilsa, unga amal qilinsa. Bu ikkinchisi. Uchinchisi hamiyatu minas-sihri va shurur. Uchinchi Baqara surasining fazilati qaysi bir uyda Baqara surasi o'qilsa, unga amal qilinsa, ana shu o'qigan odamni sehrdan va yomonliklardan himoya qiladi. Bu Baqara surasining 3-fazilati. Qaysi bir odam, takror aytamiz, qaysi bir odam Baqara surasini o'qisa, ana shu odamni sehrdan va yomonliklardan himoya qiladi. 4-fazilati qiroatuha tajdibul xayr. Kim Baqara surasini o'qisa, ana shu odamga yaxshiliklar keladi. Qaysi bir odam Baqara surasini o'qiyotgan bo'lsa, unga amal qiladigan bo'lsa, Alloh taolo Baqara surasi sababidan ana shu odamga Alloh taolo yaxshiliklar beradi. Hamma yaxshiliklar Alloh taolo beradi. 5-si tashfa'u li ashabiha yawmal qiyamah. Kim Baqara surasini o'qib, unga amal qilib yursa, qiyomat kuni Baqara surasi ana shu odamga shafaat qiladi. Qiyomat kuni jonlik ko'rinishda ana shu odamning oldiga kelib, Allohning huzurida shafaat qiladi. Bu Baqara surasining 5-fazilati. 6-si tuhsinun nafsa minal hasadi val ayni. Kim Baqara surasini o'qib, unga amal qilib yursa, ana shu odamlarning hasadidan, odamlarni ko'z tegishligidan saqlaydi. Baqara surasining bu 6-fazilati. Hasaddan va ko'z tegishligidan Baqara surasi bu odamni saqlaydi. Alloh taolo hammalarimizni Baqara surasini fazilatlaridan o'zi mahrum qilmasin.